Peterda ham non qolmadi. Hindistonliklar endi shu yerda ham bor. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri ko'chalarida Hindistondan kelgan farroshlar paydo bo'ldi. Ular Primorsk tumanida ishlamoqda va maxsus ish kiyimida Hindiston hamda Rossiya bayroqlari tasvirlangan nishon taqib yuribdi. Bu haqida Fontanka xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hindistonliklarning oylik maoshi 100 ming rublni, salkam 15 million so'mni tashkil etadi. Ayrim ish beruvchilar ular uchun bepul turar joy, ovqatlanish va transport xizmatini tashkillashtirgan. Shuningdek, hindistonliklar bilan rus tili o'qituvchisi ham shug'ullanmoqda. Ishga qabul qilinganlar 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lib jami 17 nafar. Ular ish qurollari, yo'l infratuzilmasi bilan ishlash, yo'l harakat qoidalari, piyodalar yo'lagi va qatnov qismi nimaligini o'rganib chiqdi, dedi Kolomeyajeskiy AJ kompleks tozalash bo'limi rahbari vazifasini bajaruvchi Mariya Tyabina. Muhojirlardan 26 yoshli Mukesh Mandalning aytishicha, u vatanida Microsoftga o'xshash kompaniyalarda ishlagan, sun'iy intellekt, ChatGPT va shunga o'xshash texnologiyalardan foydalangan. Aslida men dasturchiman, degan u Fontanka nashriga. Mandal Rossiyada 1 yil ishlab pul topishni, so'ng Hindistonga qaytishni rejalashtirayotganini bildirgan. Kelganlar orasida tadbirkorlar, to'y tashkilotchilari, fermerlar, haydovchilar, me'morlar, haykaltarosh va charm ustasi ham borligi aytilmoqda. Tyabinaning ta'kidlashicha, hindistonliklar o'zlarini juda yaxshi ko'rsatmoqda. Ular yaqin xorij davlatlaridan kelgan ishchilarga nisbatan ko'proq va sifatliroq ishlashmoqda, dedi u. Hozircha kompaniya hindistonliklarni sinov tariqasida ishga olmoqda, biroq rahbariyat bu amaliyotni kengaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Tyabina rossiyaliklar farroshlik kasbida ishlashga unchalik qiziqmasligini aytdi. Hindistonning Sankt-Peterburgdagi bosh konsuli Nilam Rani bozordagi kadrlar tanqisligini qoplash maqsadida Rossiyaga 400 ming nafar mehnat muhojirini jalb qilish rejalashtirayotganini ta'kidlagan. Ular o'z kasblari, brigadirlari bilan bu yerga keladi, ishlaydi. Alohida qurilish shaharchalarida yashaydi va shartnoma muddati tugagach bu yerdan ketadi, dedi Sberbank boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Aleksandr Vedyaxin.